Demak, hozir diastaz uchun ayollarimizga mashq ko'rsataman. Har bitta ayol ushbu mashqqa nafasga e'tibor qilgan holatda bajarasizlar. Chunki bu eng keraklisi nafas mashqi. Oson, bemalol bajaradigan, bir oyda o'zi sraz rezultat sezadigan mashq. Demak, ertalab turgan vaqtingizda agar hojatga bormasangiz, hojatga bormagan holatda, mana shu yotib turmagan holatda nafas mashqini bajaramiz. Birinchi mashq, demak, oyoqni ozgina buklab olamiz. Mana shu holatda, mana ozgina buklagan holatda qoringa qo'lni qo'yib olamiz mana. Xohlasanglar bitta qo'l, xohlasanglar ikkita qo'l. Demak, bu mashqni 100 ta, 150 ta qilish shart. Har kuni. Xohlang ertalab turganingizda, xohlang kechqurun yotganingizda ham. Qancha tez rezultat olishni xohlasangiz, shuncha ko'proq qilasiz. Demak, mana shu holatda qoringa qo'lni qo'yamiz va qorin sohasiga nafas olamiz. Mana, qorin sezilish kerak mana qo'lingizga mana. Qorinni shiramiz. Oxirigacha tortamiz. Nafasni oxirigacha chiqarib olamiz. Qorinni oxirigacha tortamiz mana. Qo'rqmasdan ichkariga tortinglar. Og'riq bo'lsa ham tortinglar ichkariga. Mana. Bu mashqni bajarganingda bosh aylanishi, bosh og'rig'i kuzatilishi mumkin. Hech ham xavotir olmanglar, bu tabiiy holat. Lekin bajaringlar. Mashq boshlashdan oldin shu mashq bajariladi. Demak, ikkinchi mashq ko'rsataman. Ikkinchi mashq mana shu yotgan holatda, mana xuddi shu oyoq bukilgan, qo'lni yonga tashlayveramiz. Orqani, ya'ni orqa sohamizni tepaga ko'taramiz. Bu nimaga kerak? Ichki organlarimiz tepaga ko'tarilishi shart. Diastaz bor ayollar ichki organlar pastga osilib qolgan vaqtda muskul pastga itarib turadi. Organlar muskulni pastga itarib turadi. Ana shuni tepaga qilgan vaqtingizda organlar tepaga ko'tariladi. Qoringa yengillik bo'ladi. Matka hammasi tepaga ko'tariladi. Siz uchun eng zo'r mashq bo'ladi. Qarang. 1. Nafas chiqarmayman, qorinni bo'shatyapman. Nafasga e'tibor beringlar. Qorin bo'sh bo'lishi kerak pastga tushganda. Mana shunda tekkisin. Bu mashqni 15-20 marta qilasizlar bitta qilganda. Endi ikkinchisi oyoqni yopamiz. Oyoqni yopgan holatda ko'taramiz mana. Oyoqni birlashtiramiz va endi shunda mana. Bu ham 15 ta 20 tagacha olib boriladi. Demak, keyingi mashq. Demak, keyingi mashq mana bunaqa yostiq, o'zi hammada обычный to'rtburchak yostiq bo'ladi. Shu to'rtburchak yostiqni qo'yib olamizda, ana shu holatda o'tirib olamiz mana. Qaddimiz tikka qilgan holatda. Mana qorinni ichkariga tortib olamiz. Qorinni ichkariga tortgan holatda ketdi. Bu yengil press mashqi deyiladi. Hech qanaqa qorin diastazi uchun sizlarga og'irlik ham qilmaydi, muammo ham bo'lmaydi. Bemalol bajarsanglar bo'ladi. Har bitta oyoqni 20 ta 20 ta olib o'tamiz. Mana shu holatda. Endi oxirgi mashqimiz. Oxirgi mashqimiz mana shu turgan holatda mushuk mashqi deyiladi. O'tqa pog'onasiga, grijaga, bel og'rig'iga, matka pushini bo'lganlarga ham foyda bo'ladi. Mana shu holatda turib olamiz. Oyoqni ozgina ochamiz. Qo'lni ham shu holatda turib olamiz mana. Endi qorinni pastga, mana pastga boshni ozgina ko'taramiz. Ko'taramiz, ketdi belni. Mana shu holatda qorinni ichkariga tortib ushlab turamiz. Ichkariga tortilishi kerak qorin nafas chiqarib. Mana. Buni ham 20 ta bajaramiz. Oxirgi mashqimiz, mashqlarni hammasini 20 ta 20 ta bajarganingizdan keyin oxirgi mashqimiz mana shu holatda mana 1 minut yoki kuchinglar yetsa 2 minut mana shunday ushlab turamiz mana.
ozgina titrashlar kuzatilishi mumkin, lekin qo'rqinchli holat emas. Birinchi kuni, ikkinchi kuni titraysizlar, uchinchi kunidan уже o'rganib qolasizlar. 1 minut yoki 2 minut mana shu holatda ushlab turamiz. Qorinni ichkariga tortib. Tamam, mashqlarimiz tugadi. Mashqlarni boshlaganingizda birinchi kuni bir marotaba qilasizlar, ya'ni bir podxod deyiladi bu. Har bittasini 20 ta, kuchli etsa, kuchli etmasa 15 tadan qilasizlar. Bor yo'g'i 20 daqiqa vaqtingiz ketadi. Ikkinchi, uchinchi kuni, to'rtinchi kuni tanani o'rgatganimizdan keyin har 5 kunda xohlasanglar, har 4 kunda 2 podxoddan qilsanglar ham bo'ladi. Qancha tez rezultat olishni boshlasanglar, xohlasanglar, shuncha ko'proq bajarishga harakat qilinglar. Bu mashqlar oddiy, juda ham bajarilishi oson, lekin rezultati bomba bo'ladigan mashqlar. Bajarib ko'ringlar, chunki men o'zim oldim kelgan ayollarimizga xuddi shu mashqlarni tavsiya qilganman. Natijasini sezganmiz. 2 haftani o'zida diastaz yopilgan ayollarimizni qorin kirgizuvchi mashqlardan boshlaganmiz. Hammangizga omad.